Sabr qiling. Mayli ustingizdan kulishaversin, sabr qiling, javob qaytaring, xo'p bo'ladi. O'sha kulib izzatsiz qilayotganlar bor, ishoning orqangizdan yuradi. Ishoning eshigingizda turadi. Ishoning xoningiz taqilab kutib o'tiradi. Xo'p dedik, kuchimiz ham yetardi, duximiz ham yetardi. Tishlarni qo'liga ushatib ham qo'yardik, lekin din unamaydi bu narsaga. Xo'p bo'ladi dedik. Mana hayotda ko'rdik shu narsani. Sabr qilingda, qizishmangda, g'azabingizni yutingda, halol bo'ling, to'g'ri bo'ling. Yoningizga birov yomonlab kelsa, birovni oshna o'ch. Menga birovni gapirma. Nimaga? Birovni gapini senga olib kelyaptimi bir odam? Bil, seni ham gapini kimgadir olib bor. Kazyol, tamom. Ulamolar aytishadi, shu yeyiladigan narsalardan zahar 3 ta deydi. Tuz, shakar va oppoq non. Ya'ni bu narsa shunday narsaki, haddidan oshadigan bo'lsa zaharga aylanadi. Tuz, shakar va oppoq non. Ulamolar aytishadi, Rasululloh vafot etganlaridan keyin musulmonlar o'ylab topgan eng yomon narsalardan bittasi oppoq non. Nimaga bunday deyapmiz? Agar shu kitoblarga, tibbiy bir manbalarga murojaat qilib qaraladigan bo'lsa, mana shu tabiblar ham, hakimlar ham oppoq nonda foyda emas, ko'proq zarar bo'lishini aytadi. Bug'doyni po'rslog'ida bo'lar ekan hamma foydasi. Necha xil mineral, necha xil vitamin. Biz uni tuyib, oppoq unini ichidan olamizda, po'rslog'ini hayvonlarga berib turib, eng foydali joyini. Yelin bo'lgan, kraxmal bo'lgan narsani biz o'zimiz iste'mol qilamiz. Ro'za ulug' ibodat. Barakali ibodat. Rasululloh aytganlaridek ro'za bu insonni gunohini kechirishligiga sabab bo'ladigan ibodatlardan. Ramazon bu Rasululloh aytganlaridek burni yerga ishqalansin, baraka topmasin. Kim Ramazon keldi, Ramazonni tugatyapti, uni gunohi kechirilmadi. Nima uchun? deyaptilar. Ramazon-ku gunohlar kechirilishligiga katta imkoniyat bo'lib turgan bu vaqt soatda Ramazon kelyapti, parvosiz Ramazonni o'tkazyapti. Rasululloh aytdilar, burni yerga ishqalansin. Kimni? Ramazon kelibdi, Ramazonda tirikmiz. İmkoniyatlar keng, shu imkoniyatdan foydalana olmasak. Ya Rasululloh, menga shunday bir amalni aytingki, u meni jannatga kiritib, do'zaxdan uzoqlashtirsin. Bitta amalni ayting, jannatga yaqinlashtirsin, do'zaxdan uzoqlashtirsin. Qol, laqad sa'alta azima. Sen ulkan narsa haqida so'rading. Lekin Alloh oson qilgan kishiga bu ish oson. Allohga shirk keltirsan, namoz o'qiysan, ro'za tutasan, haj qilasan, 8 ta amalni sanadi. So'ngra aytdilarki, mana shularni hammasini o'zida jamlagan bitta amalni aytaymi? Eng shariatda qiyin bo'lgan, eng muhim bo'lgan 8 ta amalni sanab turib, endi shularga barobar bo'ladigan bitta amalni aytaymi?